Sari, Jaha, yaxshimisan, tinchmisan? Hozir mahallangga kelib qoldim, aytmaysan ham, somsan dodasi ochilibdi Erkinda. Qarang-a. Qarsilamayu, Erkin market shundoq yonida turibman. Chaqir bolalarimni o'tiramiz. Aka shavol paqingni chaqir chiqlaring mahallangda mana. Qara. Tanishmi? Erkindaman, bir kelib qolma mahallaring chiqlaring. Katta bolalar shu degan Erkinda. Malibuda kira qilagan bular mahallangda. Voy, assalomu alaykum. Qobil aka, yaxshimisiz, tuzimisiz? Kelib qolibsiz-ku bizni mahalla tomonlarga ham. O'zi Erkin akam yutuvdilar. Havasi yonida qarsillama somsa ochildi deb. Kelib qolibsiz, bir bolalar bilan maza qilib qarsillama somsa yirganmizda. Hozir men paqiga telefon qilaman. Ana men aytdim, aka shu yerda o'tiribdi. Salomat bo'ling. Hozir chiqib ketyapmiz biz birga. Bo'ldi. Qara, lekin kutaman, mana qara zo'rnas ko'rsating. Ham ko'rasan, kompot bor ekan, olchali. Zo'r ketadi deb qurib turgandan olibdi, shunda muzdekkina somsani shu siga o'xshaganlarini olib qo'ydim. Mana somsachi bratishga yetdim. Tana ularni olib qo'ygan edim, tirsinlar, qirsinlar, qarsilab tashlaymiz dedim, bolalar kelyapti. Qaralaring kechga qolmabdi, ketasiz. Qolgan erkinlik polni og'aylaringga yetkazsin. Kelmagan bilasanlar kimligini. Qarsillama somsadan havasi yonida. Orientirni bilasanlar o'zi. Signalni ham yomon chalib yuborganlar shu yerda ekan, lekin mana siqib qo'yapti-da. Kellaring. Ko'sh bo'ldi endi, choynakni qo'ygin, paqiga. Voy, ketdik tezroq, sharbatlar tugab qolmasin. Bo'ldi, Qobil aka, biz ketyapmiz. Lokatsiya o'sha Erkin marketning yonida bilamiz.